Bu haqiqiy gigant bo'lgan Lincoln Navigator Presidential'ning ixcham va yengil bo'lgan modeli Lincoln Aviator Presidential. Bir dona bu avtomobilni puliga naqd 2 dona lisang Li9 dan olishingiz mumkin. Lekin bu avtomobil bergan sifat va savlatni u avtomobildan ola olmasligingiz mumkin. Interyerda Lincoln korporatsiyasining eng yuqori sifatli materiallari ishlatilgan bo'ladi. O'rindiqlarda premialni Venetian charmi, isitish, sovutish va har doimgidek massaj, tomida alkantara, panorama tom bilan, soxta bo'lmagan yog'och, havo tozalash sistemasi, 4 zonali klimat kontrol, premium audio sistema, Revel Ultima 3D, pnevma podveska, R22 Presidential diskalari va eng katta fishkalardan biri esa adaptivniy podveska Air Glide. O'rnatilgan oldindagi kamera sabab harakat davomida yaqinlashayotgan chuqurga o'zini o'zi tayyorlaydi. Avtomobil tezlashganda o'zini o'zi pasaytiradi va off-road yo'llarda o'zini o'zi ko'taradi. Oilaviy 3 qatorli lyuks avtomobillar orasida eng tezkorlardan biri bo'ladi. 0 dan 100 gacha 5.6 sekundda qo'zg'alib beradigan bu avtomobilimizga 3 litrli twin turbo silindri V6 bo'ladi. 400 ot kuchi, 563 Newton metr bo'ladi. 10 pog'onali Select Shift uzatmalar qutisiga ega. Yuradigan yaxtaning narxi esa bor yo'g'i 107.500 AQSh dollari bo'lishi mumkin. Yana kunlik narx beramiz. Albatta Telegram kanalimizda bu va bunga o'xshagan boshqa lyuks va inomarkalarning narxlari, batafsil ma'lumotlari va rasmlarini ko'rishingiz mumkin.